Bitta video qo'yaylik. Assalomu alaykum, ana do'stlar. Otabekda tavallud taomlarini nishonlayapmiz. Rahmat, 38 bahorni qarshi olishdi. Mana biz oshni yedik. Video qilish esimizdan chiqib qopti. Mana do'stlar. Oybekjon, Otabekxonga bitta, otaxonga bitta dilizxonlaringizni aytib qo'ysangiz. Otabekjonni tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'l. Har doim shunaqa gruppamizni nima deydi, pozitivniy bolasi bo'lib yuradi. Aktiv bo'ladi. Aktiv. Endi aktiv desang, boshqa tushunib olishmasin. Albatta. Haligindan qilib. Sog' bo'l, salomat bo'l. Eng yaqin do'stlardan do'stlardan. Fikr sevmasin. Hamisha shunaqa saxiy boylardan bo'lib yurgan. Billahi shunaqa nima qilib tursalar. Fatma, qani ehsonlaringizni Allohdan Ana o'zi ham turibdi. Doim bizni baxtimizga, ota-onasini baxtiga sog' salomat yuraversin. Hamisha do'stligimiz shunaqa bo'laversin. Gavi. Akmalxon. Otabekxon tabriklayman. Doim sog' salomat bo'lgin. Do'stlar. Qani? Jiyan tabriklayman, sog' bo'lgin. Omad. Gavi. Shoh. Otabek do'stimizga ishlariga omad tilaymiz. Farzandlarim oxatini ko'rsin. Rahmat, sog' bo'lsin ilohimda. Otaxon, endi sizdan. Tabriklaymiz, sog' salomat bo'lgin. Dень рождения. 8-chi bordi. Gavi. Do'stim tabriklayman, sog' salomat bo'lgan hamisha. Farzandlarni uylar baxtiga. O'ylagan barcha niyatlaring. Mana shu do'stlarimiz hamisha seni yaxshi ko'ramiz. Tanjoningiz sog' bo'lsin mana. Esdalik uchun olib qolyapmiz videoni. Xudo xolasa Otabek har doim gapiradigan bitta gap bor. YouTube'ga joylab qo'yaman, farzandlarim ko'radi deydi. Xudo xolasa farzandlari ko'radigan videolardan bo'lsin. Farzandlari ham bizga o'xshagan o'rtoqlari bilan billa bo'ladigan do'stlardan bo'lsin. Balki bundan ham zo'rroq bo'lar. Jiyan, rahmat, mana Dilmozxondan maxsus tort keldi. Hammadan gapirmaydi. Yo'q. Yolg'on gapirmaydi. Va'daga vafo olib keldi. Jannatdim, do'stim deb yozilgan ekan, ko'rinmayapti. Atak jannatingiz, do'stingiz, bu oshni buzib qo'ydik sizga. Yo'q, o'rtog'i yemadi-ku.